Hozirgi kunda millionlab o'yinchilar bu o'yinni yaxshi biladi. Supreme Dual Stickman. Ammo bu o'yin qachon paydo bo'lgan? Qanday bunday mashhurlikka erishgan? Keling bugun shu o'yinning tarixiga nazar tashlaymiz. O'yin tarixi. Supreme Dual Stickman oddiy o'yindan afsonaga aylangan tarix. O'yinni ishlab chiqqan kompaniya Neros Browser dastlab 2019-yilda chiqdi va dastlab juda oddiy jang o'yini edi. Keyinchalik yangi modlar, qurollar rejimi, 1v1 survival multiplayer qo'shildi. Har bir yangilanishda o'yin fizikasi yaxshilandi. Stickman harakatlari yanada tabiiy bo'ldi. O'yin Android va iOSda tezda trendga chiqdi va TikTok, YouTube'da millionlab videolar paydo bo'ldi. Oddiy grafiklar, ammo cheksiz ijodkorlik. Supreme Dual Stickman shuni isbotladi. O'yinlar faqat grafikka emas, balki g'oya bilan ham yutadi. Kim biladi, balkim keyingi afsona ham shunday sodda o'yindan boshlanar. Bugun bu o'yin 100 milliondan ortiq yuklab olingan. U faqat mobil janglar o'yinlari orasida, balki butun internetda o'z o'rnini topdi. Har kuni minglab yangi janglar, yangi g'oyalar, yangi strategiyalar yaratilmoqda. Supreme Dual Stickman bu endi shunchaki jang o'yin emas, bu stickmanlar olamidagi afsona. Ikkita tayoqcha, bir arena, bitta maqsad, raqibni yiqitish. Hech qanday murakkab grafika, ammo o'ziga xos fizika bor edi. Har bir jang boshqacharoq chiqardi, bu o'yinchilarni o'ziga tortardi. Neros Browser aslida kim? Neros Browser Neros Browser mustaqil o'yin Idea Game Studios bo'lib, u asosan Stickman jang o'yinlarini yaratadi. Studio kichik bo'lishiga qaramay, yaratgan o'yini oddiy Stickman grafikasi bilan katta auditoriyaga yetib borgan. Bu muvaffaqiyatning bir sababi. Sizlarga Neros Browser va uning haqida bo'lgan barcha gaplarni ChatGPT aytgan ma'lumotlar asosida ko'rsataman. Ularning maqsadi Make Stickman Great Again, ya'ni Stickman tipidagi o'yinlarni qayta jonlantirishni xohlaydilar. Bu rasmda menga ChatGPT bergan. Kompaniya kichik jamoa bilan ishlaydi. Idea Studios usulida, ya'ni juda katta korporatsiya emas, oddiy ikki aka-uka degan tarzda tushuntirilgan. Asosiy ishlab chiqaruvchi nomlari Hack, Neurons Browser ichida va Neuron. Neuron haqida qo'shimcha, u grafik dizayner sifatida xaritalar va qurollarning modellarini yaratadi. Kompaniya joylashuvi. Rasmiy veb-saytda Ular Supreme Dual Stickman o'yinini yaratgan 2018-yil 16-iyulda chiqarilgan deb ko'rsatilgan manbalarda. Kanalga obuna bo'lib, like bosib ketish esingizdan chiqmasin.